Kasharli pide, ya'ni pishloqli pide tayyorlaymiz. Iliq sutga kerakli masalliqlarni solib, o'rta yumshoqlikdagi xamir qorib olamiz. Xamirni zaytun yog'i aralashtirib qorsak, juda ham mazali chiqadi. Tayyor bo'lgandan keyin ustini yog'lab, 30 daqiqaga iliq joyga oshirgani olib qo'yamiz. Oshgan xamirni 3 ga bo'lib, uzunasiga yoyib olamiz. Ichiga mozzarella yoki xohishga ko'ra uyda bor pishloq ilidan solib, chetlarini yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Va uni listga orqa tomonini o'girib joylab, o'rtasidan kesib olamiz. Shu ko'rinishda ochib chiqib, chetiga tuxum surib, kunjut sepib, oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkaga 30 daqiqaga qo'yamiz. Kesganingizda usti qarsildoq va sirlari cho'zilib turadigan pideyimiz tayyor bo'ldi. Mashallah sana. Mashallah. Ko'rdingiz, like bosib, podpiska bo'lib qo'ying endi.